Man sizdan bitta narsa so'ramoqchi edim. Qizchangiz pnevmoniya bo'lib, больницаga yotib chiqqan ekansiz-ku, o'shanda Mahbuba opa sizga Ersakka mahsulotlarini tavsiya qilganini, o'sha mahsulotlardan effekt qanaqa bo'lganini aytib berasizmi? Chunki meni ham hamkorim, mendan keyingi yozilgan insonga ham men o'zim tavsiya qilganman. Mana shu ko'knorini, zaytun ekstrakti, propolisni, massajniy krem tavsiya qilganman. U olib ishlatdi-da, bir kun, 2 kun ishlatmadi. Shu bilan bolaga og'irlik qiladi deb uni chetga surib qo'yib, hozir ukol olib yotibdi-da. Men o'sha anaqalarni, Ersakka mahsulotlarini ichqizing desam, yo'q, bolaga og'irlik qiladi, qo'rqyapman dedi. Shunga nima qilasiz? Maslahat berasiz? O'zingizda kechgan, o'zingizda bo'lgan narsalar haqida nima ayta olasiz? Meni qizcham 10 oyligida 2 oy izlamakidan shamolladi. Shamollash yo'q, men nima desam, o'pkasida pnevmoniya bo'ldi. Ancha dori ukollar oldik. Oxiri Xudoga shukr, Xudoyim Mahbuba opam menga duchor qildi. Sababchi bo'ldi, Allohim to'g'rilab. Ana shundan qizchamga Ersak mahsulotlarini xarid qildim. Mana massaj kremi bilan ko'knorini ishlatdim. Immunitetni ko'tarishga zaytun ekstraktini ishlatdim. Ishonasiz, sizga yolg'on Xudoga chin. Ana shu borku bolacham shunday hashillaydi, o'tirsa ham, tursa ham, emiklasa ham shunday ichlarimiz qizirdi-da. Shuncha iloji bo'lsa borku olib tashlagingiz keladi ko'kragidan. Juda hishillog'i, juda baland edi, hashillab yurardi, tinchimiz qochardi. Ana shuni yotishdan oldin beshigiga bir tomchi ko'knori, oldi nafas qismiga, ko'krak sohasiga bir tomchi ko'knori, keyin no'xatdek massaj kremidan qo'limga oldimda ikkalasini bir vaqt o'zida uqalab marli qo'ydimda, beshikka bog'lab qo'ydimda kechki vaqt. Ertalab turib shunday beshikdan yechdim, kiyimlarni almashtirdim. Umuman bir kunda hashillash yo'qoldi. Xo'jayinim juda mendan ikkilangan-da. Xo'jayinimni o'z menayisi bilan hashillash yo'qoldimi dedi-da. Menga ana shuni Mahbuba opaga aytganimdek to'xtataymi birdan deganimda, yo davomiylikda aytavering dedi. Men pashta 10 kun hashillash ketgan bo'lsa ham, men ana shuni oyoqchalarni tagiga yupqa qilib surkadim. Juda ana shundan o'zi ishlashga ishtiyoqim oshib ketdi-da mahsulotlarda. Men reklamada aytadiganlar shuncha ko'pirtirar deb o'ylardim. Mahsulot ishlatganingizdan keyin mahsulot o'zi haqiqatan gapirtir ekanda. Uni o'rganishingiz shart emas ekan. Hozir ko'knorini berib turaman tomchisini, lekin massaj kremlarini to'xtatganman. Xudoga shukr, yaxshi. Boshqa farzandlarim sal shamollasa ko'kraklar, oyoqlarni tagiga ishqalab qo'yaman. Surkab zaytun ekstraktidan beryapman immunitetni ko'tarishga. Yaxshi, Xudoga shukr, ming qatla. Hech qanday oilaga qarab, men reklamalarda ham, ularda ham bir tomchi berib yalatyapti-ku bolalarga. Meni o'zimda ham zo'riqtiradi dedi. Kam miqdorda yosh bolaga surkasa hech narsa qilmaydi. Balkim bir qo'zg'atishi mumkin. Ko'proq surkasa bolalarga allergiya toshishi mumkin, chunki bolaning terisi yupqa bo'ladi. Kamroq surkab mahsulotni ishlatish kerak.